Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Jodugarlar jangi animesidagi top 5 ta eng kuchli o'quvchilar haqida gaplashamiz va har bir o'quvchi haqida to'liq ma'lumotlarni beraman. Kuchi, texnikalari, hayoti, tarixi, hammasi haqida. Shu uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani unda boshladik. 5-o'rinda Maki Zenin. Maki Zenin klanidan chiqqan jodugar talabasi bo'lib, u klan ichida obro' ko'rmagan, kamsitilgan, rad etilgan qizlardan biridir. Uning eng katta farqi ruhiy energiyasi juda kam bo'lishidadir, xuddi Tojidek. Bu esa Jujutsu Kaisen olamida nuqson hisoblanadi. Maki Zenin va singlisi My Heavenly Restriction bilan tug'ilgan. Bu nimani anglatadi? Ruhiy energiya juda ham kam, tanasi insonnikidan 10 barobar kuchli. Maki Toji Fushiguroning to'g'ridan-to'g'ri ayol varianti sifatida qaraladi. Ruhiy energiyani deyarli ko'rmaydi, faqat qurollar bilan jang qilardi. Klan uni mensimadi. Klan ichida eng zaif Zenin deb masxara qilishardi, ammo Maki ichida faqat bitta maqsadi bor edi. Zenin klanini tan olmaganlari uchun ulardan qasos olish, o'z kuchi bilan eng kuchli bo'lishdir. Maki Zenin Toji Fushiguro kuchiga yeta oladi. Vaqt o'tgach, uning ruhiy energiyasi to'liq yo'qoladi, lekin tanasi esa kursat energiyani sezadi. Garchi o'zi ishlatmasa ham, tezligi inson tezligidan 20 barobar oshadi. Qilich bilan jang san'ati mukammal darajaga yetadi. U endi oddiy o'quvchi emas, balki kursat Spirit Slayer mashin bo'ladi. Qisqacha aytganda Maki Tojining ayol variantiga aylanadi. 4-o'rinda Aoi Todo. Aoi Todo kim? Todo Kyoto Jutsu Haining 3-kurs talabasi. U jismoniy jihatdan eng kuchli o'quvchilardan biri bo'lib, Grade 1 Sorcerer darajasiga ega. U kuch, tezlik va jang tajribasida talabalar orasida Yuji bilan teng darajada. Todo 19 yosh va Takada-chan aktrisasini yoqtiradi. Todo ko'rgan hamma birinchi odamiga What type of woman is your type deydi. Ya'ni sening dilingdagi qiz qanday? Todo Jujutsu Kaisen talabalari ichida eng kuchli jismoniy kuchga ega. Mahbus ruhlarni bir zarbada yo'q qiladi. Yuji bilan ikkalasi sukuni bo'la olmaydigan jismoniy darajada kuchli. Ota-onasi oddiy odam bo'lsa ham, Todo juda kuchli, tabiiy kuch bilan tug'ilgan. Tezligi qora chaqmoq tezligiga yetmasa-da, juda chaqqon. Yuji bilan birga Hanabiga qarshi tezlikda sinxron jang qilgan. Buji Wuji Aoi Todoning asosiy texnikasi. Buji Wuji nima? Chapak chalish bilan ikkita jismning joyini o'zgartira oladi. Obyektlar tirik bo'lishi shart emas. Inson, ruh, daraxt, hatto o'zining shigamisi bo'lsa ham joyini almashtira oladi. Todo jang vaqtida shu texnika bilan raqibini chalkashtirib taktik ustunlikni qo'lga kiritadi. Bu texnika Jujutsu Kaisen olamida juda kam uchraydi va juda xavfli. Todo qora chaqmoqni mukammal ishlata oladi. Kuchli zarba va ichki energiya sinxronligi uni 2,5 marotaba kuchli zarba beradigan qiladi. Todo Hanami jangida qora chaqmoqni mukammal ishlatgan. 3-o'rinda Megumi Fushiguro. Megumi kim? U Jujutsu Tech 1-kurs o'quvchisi. Gojo Satoruning shaxsiy himoyasidagi eng muhim talaba. Otasi Toji Fushiguro Jujutsu Kaisen tarixidagi eng xavfli qotillardan biri. Onasi noma'lum, lekin Megumi kichkina bo'lganida vafot etgan. Megumi juda sokin, aqlli, strateg va adolat hissi kuchli yigit. Megumining oilasi kelib chiqishi. Otasi Toji Fushiguro Zenin klanidan bo'lgan, ruhiy energiyasi 0 darajada. Kursat energiya ishlata olmasa ham, jismoniy kuch barcha so'zlardan ustun bo'ladi. Megumi tug'ilganda Toji uni pulga muhtoj bo'lganidan Zenin klaniga sotib yo'lmoqchi bo'lgan. Zenin klani Megumini sotib olishga tayyor edi, sababi Megumi 10 soya texnika merosxo'r edi. Bu texnika Zenin oilasidan faqat o'ta noyob hollarda paydo bo'lardi. Gojo Satoru Megumini qutqaradi. Toji o'lganidan keyin Gojo Megumini topadi va o'z tarbiyasiga oladi. Gojo unga otalik qilmagan, lekin uni butun olamdagi eng muhim bola deb bilgan. Megumining kuchlari 10 soya texnikasi. Zenin oilasining eng kuchli meros texnikalaridan biri. 10 ta Shikigami chiqarish mumkin. Har bir Shikigami noyob kuchga ega. Chiqarilgan Shikigami bo'lsa, uning kuchi Megumiga o'tadi. Soyalardan hudud yaratish, hujum, mudofaa, teletransport kuchlariga ega. Megumining asosiy Shikigamilari bu o'ch kuchlar, chaqmoq chaqiruvchi, parandaga o'xshash yirtqich, Tovat, ulkan qurbaqa, suv chiqaruvchi gigant fil, minglab quyonlar, Maharoga eng kuchli nazorat qilib bo'lmaydigan Shikigami. Maharoga Megumining eng xavfli kuchi. Bu 10 soya texnikasining yakuniy eng ahamiyatli Shikigamisi. Maharoga har qanday texnikaga moslasha oladi. Megumi animeda o'z kuchining 70% ko'rsatgan, to'liq potensialini esa ochmagan. Potensial jihatdan Special Grade ga chiqishi mumkin. Gojo uni Yuji va Yutodan ham kelajak kaliti deb bilgan va Gojo agar Megumi o'z chegaralarini chetlab o'tsa, u 10 soya texnikasi bilan dunyoni o'zgartira oladi degan.
Ikkinchi o'rinda animening asosiy qahramoni Itadori Yuji. Yuji juda kuchli jismoniy qobiliyatga ega bo'lgan oddiy yigit, lekin Sukunaning barmog'ini yeb qo'ygach, tarixdagi eng xavfli la'natning qobig'i bo'lib qoladi. Yuji qanday qilib shunchalik kuchli bo'lib qoldi? Hiperreal jismoniy kuch. U anime boshida ham 30 km/soat tezlikda yugurardi. Po'lat eshikni tebib sindira olardi. O'qdek sakrash qobiliyatiga ega edi. Bu kuchlar unga Hinwell Restriction'ga o'xshash jismoniy ustunlik bergan. Ya'ni Yuji Sukuna bilan tanasi mos kelgan yagona odam. Ko'pchilik uning tanasi Sukunaning barmog'iga bardosh bera olmaydi deb o'ylagan, lekin Yuji tabiatdan maxsus qobiq. Yuji Sukunaning energiyasiga moslashadi, uning zarbasini tanasi qabul qila oladi. Bu unga keyinchalik ulkan potensial berdi. Yujining asosiy texnikalari va kuchlari. Qora chaqmoq. Yuji anime tarixida qora chaqmoqni bir kunda 4 marta urgan yagona talaba. Bu uni ancha yuqori darajaga olib chiqadi. Qora chaqmoq vaqt, makon ideali bilan urilgan zarba bo'lib, kuchi oddiy zarbadan taxminan 2,5-3 barobar kuchli, super jismoniy sezgi va kuch. Hech qanday maxsus texnika ishlatmasdan Yuji maxsus darajadagi ruhlarni to'xtata oladi. Mahoratli bo'lib, katta jangchilarga teng keladi. Todo bilan birga kutilmagan darajada professional jangchilar darajasiga chiqdi. Reverse Kurset Energy mangada u asta-sekin o'zini davolash, jang patida energiyani boshqarishni o'rganadi. Bu texnika avval faqat Gojo, Yuta, Sukuna kabi kuchlarda bor edi. Yujining asosiy maqsadi esa hech kim bekorga o'lmasligi uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilishdir. Va birinchi o'rindagi o'quvchi ham Gojoning o'quvchisi Yuta Kotsu. Yuta 18 yoshda. Yuta Kotsu oddiy o'smir bo'lib, bolaligida do'stlari bilan do'stona hayot kechirgan, lekin Rika Orimoto bilan voqea sodir bo'ladi. Rika Yutani sevadigan qizi edi. Qishloqda avtomobil halokati sodir bo'ladi va Rika vafot etadi. Ammo Yuta ustida kuchli Kurset Energy bilan Rika quvib qolgan ruh sifatida qoladi. Natijada Yuta hech narsaga qo'rqmaydigan, lekin o'zini himoya qila oladigan kuchga ega bo'ladi. Kurset texnika va kuchlari bilan Rika Orimoto Yuta ustida doimo himoya qiluvchi ruh, Special Grade Kurs Spirit bo'lib, cheksiz kuchga ega. Yuta uni boshqaradi va janglarda ishlatadi. Reverse Kurset texnikasi o'zini davolash va tanani tiklash, janglarda katta afzallik beradi. Copy texnikasi Yuta xususiyatlaridan biri, dushman texnikalarini nusxalash va ishlatish qobiliyati. Bu kuch Yutani cheksiz imkoniyatlar bilan kuchli qiladi. Yuta hali o'smir bo'lsa ham, Special Grade talabalar ichida eng kuchlisi hisoblanadi. U hatto Sukuna darajasidagi jodugarlarni yengishi mumkin. Yutani Gojo Satoru ham bir kun kelib meni yengishi mumkin deb baholagan. Uning davri animeda endi kelyapti. Uni endi ko'p ko'ramiz. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opsiyaniyada qoldiraman. Bugungi videoda sizlar bilan top 5 eng kuchli jodugarlar jangi animesidagi o'quvchilar haqida gaplashdik va video haqida va animelar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Darkwave. Break it down. Darkwave.